Mana bu pomidorimiz, mana cherry, rozevi cherry. Muzaffar aka bu balda riski bilan pomidorni sug'orish ikkovi bir xilmi yo pomidor boshqa, ballar boshqami? Bunda e'tibor beradigan tarafi ya'ni bodring bilan pomidorni ikkalasi bulut kunda ham transkripsiyasi, ya'ni suv bug'latishi bolgarskiy qilgan sal yuqoriroq bo'ladi. Endi bolgarskini suvini bunga beradigan bo'lsangiz, bu suv yetishmovchilik chanqab qoladi, ya'ni qishda. Yani suv yetishmaydi. Shuning uchun bunikini отдельно o'zini drenajiga qarab turib, drenajni отдельно qilib turib, nisbatan sal ko'proq ichadi bu. Bodring bilan pomidor bolgarskiy qaraganda nisbatan ko'proq ichadi или fozorosga chidamligi ham yuqori. Bolgarskiy tez chalinib qoladi, buniki nisbatan chidamliroq. Unga qaraganda sal xatolar kechiradi, ya'ni. Buniki unga misol 100 gram beradigan bo'lsangiz, bu 150 gram ichadi. Mana shu hozir kunda u har soat 100 gram ichyapti, bu har soat 150 gram ichadi bu. Ya'ni 4 marta sug'orib qiladigan bo'lsa, bu 600 gram ichadi, u 400 gram suv ichadi. Farqi shunda. Esisi hozir kunda 2-6 beriladi, hammasi bir bitta. Pomidoriga ham, bolgarskiga ham. Ya'ni nima uchun bunday? Hozir bitta blokda bo'lgani uchun buni apparat ajratish iloji yo'q. Bir xil apparat AC haydaydi. Shuning uchun AC 2.6 da ham hozir hosildorligimiz ancha yaxshi. Ya'ni ba'zilar pomidorlarda 3 gacha ko'taradi, 2.8 gacha ko'taradi, 3 gacha ko'tarishadi, ya'ni. Biz 2.6 da ham hozir mana hosildorligimiz ancha yaxshi, Xudoga shukr.